Open byudjet uchun g'oliblarga salkam 3,5 trillion so'm mablag' ajratildi. Xabar davomidan avval Kapital Uz kanaliga obuna bo'ling. Bu yil tashabbusli byudjet loyihasining birinchi mavsumiga ovoz berish jarayoni 11-martdan 20-mart kunigacha davom etdi. Yakuniy natijalarga ko'ra, g'olib deb topilganlarga 204 mingta loyihaga qariyb 3,2 trillion so'm mablag' ajratildi. Eng ko'p mablag' 1,4 milliard so'm bo'lib, u ichki yo'llarni ta'mirlash bilan bog'liq 964 ta loyihaga taqsimlandi. Shuningdek, maktablarni ta'mirlash va moddiy texnika bazasini rivojlantirish uchun 699 ta loyihaga 875 milliard so'm, tibbiyot muassasalarini ta'mirlash va texnik bazasini yaxshilash uchun esa 247 ta g'olibga 329 milliard so'm ajratildi. Boshqa sohalardagi 321 ta loyihaga esa 415 milliard so'mni qo'lga kiritdi. Shu bilan birga eng kam mablag' ichimlik va oqova tizimini yaxshilash bilan bog'liq 34 ta loyihaga 49 milliard so'm to'g'ri keldi. Bunda bog'chalarni ta'mirlashga 60 ta loyihaga 72 milliard so'm, transformatorlar va simyog'ochlar o'rnatishga esa 44 ta g'olibga 52 milliard so'm ajratilgan. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring.